Salam ekran aldidagi aziz ko'rmanlar. Salam kang to'rdoshlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Sedef Sodicheklik Mesuliyet Şirketi tajdorligidagi 4-qaror Ipak yo'li sadosi programmasi. Biz zoriqib kutgan paytlar yetib keldi. Albatta bizning bu sahnimizda yana o'xshamagan mayirlarimiz o'zlarining har xil uslubdagi naqshlarini biz uchun sunish oldida turibdi. Şinjan Sedef Sodicheklik Mesuliyet Şirketi bizning bu qadimgi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylinaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programımız bilan Şinjan El-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyot Cheklik Şirketi strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu Yemeklik Cheklik Mas'uliyat Şirketi programımızga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik kolalari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, badam lavi aptitali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan badam lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan radio televiziya tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? Tor aldamchilardan saqlaning. O'zingizning shaxsiy uchurlarini torda oshkorlamang. Aldamchi qisqa uchurlarga ishonib, ziyonga uchrab qolmang. Endi maqsad kelsak, men bu mushtaq xalq naqshlarini etib pishirib, mana bugünkidek mishak kelgan. Yana bir gapni deb qo'yay. Mening gruppamda 15 o'quvchi to'ldi. Mavu amibab uslubda. Esingizmi bo'ladiganlam. Shundaq pishqan, to'lgan, ham o'rnini topgan. Boshqa taraflarga zo'lamayman men. Amibab uslubda aytib baqing deb turolmayman. Sizning ovozingiz ash milliychi qilib tushdi ekan. Sizlarga bir jon ato qilish, rag'bat berish bilan bunda gaplarimiz uzrab ketadi. Sizning oxirgi qaroringiz? Men Mevlam malımni tanlagan bo'lsam. Muborak bo'lsin. Rahmat manglarga. Mahirimiz Aliya G'upur Mevlan Memtimin Tartuq gruppasiga tanlandı. Xalq naqshlari u mangu o'lmas naqshlardir. Uni ügünüp bugungi akalguchilar va davomli keyingilarga yetkazish uchun tirishayotganlar biz hurmatlashga tegishli kishilardir. Gerçi naqshini bek ko'nglimdagidek bek yaxshi joriy qildirolmagan bo'lsam-mu, lekin to'rt ustozning hammasi men uchun o'rinli aylandi. Men bundan intayin xush bo'ldim. Ko'nglimda faqat o'ylab baxmagan to'rtlisi aylanadi deb. Men oxirda Mevlam muallimni ustozlikqa tanladim. Chunki ustozlik tanlashimdagi bir sabab Mevlan akamiz hem xalq naqshlarini, hem ijodiy kuylarni shuna chiroyli o'rinlaydi. Men yaxshi ko'rman ham naqshlarini, o'rinlash mahoratini. Shunlashqa Mevlam muallimni tanladim. Ümidim bundan keyin Mevlam muallim bilan texnik yaxshi nazariy bilimlarni yaxshi egallab, mahoratlarni yaxshi egallab, texnik tirishib tang hamkorlashsam degan ümidim bor. Aliya singlimizning aytgan ma'u an'anaviy uslubdagi naqshiga nimishqa o'rilsa desanglar, endi men o'zimmo an'anaviy uslubdan kelib chiqqan o'zimmo bak yaxshi ko'rma. Aliyaning aytgan bu naqshi mening yurak tarimni chekdi. Men yaxshi ko'rdim. Uning ustiga milliycha an'anaviy uslubda o'zimning xil payzim bor. Men Aliyani yaxshi yetaklayalayman. Keyingi shu muzika hayotida yaxshi yordam qila olayman deb o'ylayman. Shundaqla Aliya singlimizning bundan keyingi muzika yo'lining muvaffaqiyatli bo'lishini, izchillikka ega bo'lishini men chin dilimdan umid qilaman. Baştan kilovatmış öksünüzge ataydaş Gözüge sen Zula baştan kilovatmış öksünüzge ataydaş Gözüge sen Mevlam Memtimin ustozning Tartuq gruppasi 16 o'quvchi bilan to'liq to'shdi. Ular bo'lsa mahirimiz Muzaffar Ubul. Sihri güç bilen taşlaydı gayi Mahirimiz Hamid Aysa. Eğri kademler bilen aslan Mahirimiz G'olibjon G'ulam. 这伴奏，歌词搭配的憨厚，不用你去的参谋，把我的作品感受再转奏。 Mahirimiz Adiljon Mullamet. Hey kız çakaşmang benden sizge aytar sözüm var
Mahirimiz Örkeş Cüme. Ugimi vina jora be ferbe binasi. Bamboleo, bamboleo. Mahirimiz Kayser Davud. Metni yazdan ey, kuy baktı yarıya. Mahirimiz Seyda Qiyum. We can make it if I try. Just the two of us. Just the two of us. Mahirimiz İmran Batur. Kömüren çıkan mendin, şu nigarne. Şu könlegi huzur ben. Mahirimiz Abdücabbar Ali. İzim dökül bol direk, gözler sezip kaldı soğuk. Mahirimiz İzhar Muhtar. Anam yolunu tutkal, ballarım niyen anısı. Mahirimiz Ekrem Erkin. Rahim etkin, men şeyda bulundu. Mahirimiz Ekbercan Tokti. Çapa keştun yarım sen, atam atam atam. Mahirimiz Turgun Esen. Hem devane hem yeganeme. Mahirimiz Muzaffer Ferhat. Gözlerimle esleyeleyme. Sen çokum jirak. Mahirimiz İsmet Mehmet. I tell Shayoli, Wapimo, Chimo, Nitway, Wanamodia, Chester Chanda, Buddha, Yeshua. Mahirimiz Aliye Gupur. Tartuq grupsidagi 16 Mahirning Mevlam Memtimin ustozning tarbiyalashida texmi nodir naqshlarni o'rinlab, Sadaf Ipak yo'li sadosida yorqin yulduz bo'lishiga tilakdoshmiz. Tartuq grupsi g'ayrat qilinglar. Ukam, musiqani yog'i o'zimni shunda qirib ketayotganda his qilyapman. Qanday qilsam bo'lar? O yerda ansirma, Sadaf shirkatining Wordstar markasidagi kirimsini ishlatay. Teri qerishdan sanglab ketishni oldini oldim. Shunda unum yaxshi. Men ishlatib boqaychi, ma'qul. Tuvandagi naqshimiz Qayerda sen? Men ismim Masanjar Ro'zi. Bartlardan keldim. Mening san'atga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim 16 yoshimda boshlangan. Shu chog'larda men o'sha ustoz san'atkorlarningki keyinga kirib yurib, to'y kunlarda ustozlarning insonlarini ko'tarib, shu to'ylarda degandan bir atal naqsh aytib olsak, o'zimizga degan kecha uxlamay shunda yajallanib ketdik endi. Shu mezgillarda shunda o'tdek ishtiyoq bilan 2 yildek shu Bortala shahrida ustozlardan azroq o'rganib Urumchiga keldim. Urumchiga kelib aldida bir restoran kirdim. Kirib ishlayman desam, bo'pti, ishlab naqsh aytib baq dedi. Shuni bilan kirib naqsh aytib baqsam, o kunisi mehmonlar bilan aytgan naqshim o'ynamadi. O'ynamagandan keyin bu bizning xo'jayin kelib, sen qiyin kelsa, bu yerga toza pishmabsa, sen eng yaxshisi uyga bu yerda xizmat qilib o'rgangandan keyin ma'qul deb qo'shilib qabul qildim buni. Qabul qilib shu yerda degandan keyin fuyallik qildim, hamda mulozimatchilik qildim-da endi. Mulozimatchiliklarni qilib kechda naqshchilar kelib naqsh aytdi. Naqsh esil shunday naqshlarni anglaydim. Qanday kasb, qaysi yo'lda naqsh aytayotgandim shular. Mehmonlarniki o'ziga jalb qilib sahnaga tushib o'ynagidek shunday kayfiyatda qaysi naqshlarni esib shunday kayfiyat bo'ladi degandek shunday bir xil hukm. Chunki bu o'tdek bo'lgan ishtiyoqdamidek san'atga. Shu japalan tatish jarayonida men o'zimga shunchalik yaxshi natijalarni qo'lga keltirdim deb o'ylayman. Mana shu oldi-keyin 20 yil o'tdi bu sohaga kirib men san'at yo'lida manganga. Ipak yo'li kelishlik asosiy maqsadi men shu necha yilni o'zimniki to'plagan tajribalarimni shu ipak yo'li sahnasida namoyon qilish asosiy maqsadim. Bundan keyin texnik tirishib san'at yo'lida ko'plagan yangi asarlarni borliqqa keltirib tomoshabinlarningki qizg'in olqishga erishishga tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz?
rayonimizdagi har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti Mayirlarga omad tilaydi. Hayaldasan izledim seni ama Hayaldasan çakırsam gelmeydi sada Hayaldasan izledim seni ama Hayaldasan çakırsam gelmeydi sada Minik gözüm yaşları töküp barsam kavren oldu gel Gündüzü kara tün boldu cahan doldu buraları gel Minik gözüm yaşları töküp barsam kavren oldu gel Gündüzü kara tün boldu cahan doldu buraları gel Hayırdasan 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 canım Hayırdasan 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 canım Allah'ım ben, Allah'ım ben. Hayırdasan izledim seni ama Hayırdasan çakırsam gelmeydi sada Hayırdasan izledim seni ama Hayırdasan çakırsam gelmeydi sada Benim gözüm yaşları töküp barsam kavram oldu gel Gündüzü kara tün oldu cahan doldu buraları gel Benim gözüm yaşları töküp barsam kavram oldu gel Gündüzü kara tün oldu cahan doldu buralar gel Hayırdasan 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 canım Hayırdasan 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 canım
Alamet, alamet, alamet. Şunda qayerdi ki o zaten? Yaxshimisilar? Mening ismim Masanjar Ro'zi. Bu yil 40 yosh. Kasbchi? Kasbimiz kichigimdan o'shamda bizning oilamiz san'at oilasida. Dadam burun hamda ney chalib biz kichigimizdan ham san'at bilan shug'ullanib, o'sha dadamningki izini bosgan. Mush kasbni qilayotganga xili 20 yillar bo'lib qoldi hamda. Bugun men sahnaga chiqishda sal jiddiylashish qoldi menda hamda bir cho'ng sahna bo'lgandek. Shunday. Rasla. Hamda boshqa sahnalarda ancha jiddiylashmagan, bugun tuyuqsiz o'zim bir xil bir jiddiychilikka so'p qoldi o'zimda. Normalchilik, ishim bo'lmaydi. Lekin bizga shuncha chiroyli anglandi, shaxsan menga chiroyli anglandi. Sizning bu naqshining o'zi butun hissiyotiga cho'kib, shu naqshni eng yaxshi holatda ifoda qilma degan kayfiyatingiz, bu naqshiga tutgan pozitsiyangiz, nima ko'rib o'tiryapman-da, bu tarafda nihoyat yaxshi. Hem o'zim huzurlandim devka, huzurlandim. Rahmat sizga. Beyzi bir chiqib berdilar. Ha, bulanmay qolgan yerlarimizda. Beyzi yarashlasha, ha. Mening bek yilqi rasmalik tungin bek gap batqa vijdonimga taqashib ko'masa. G'ujildi dedi. Rasmiy meni yuragimni ezib etdi. Men shu siz aytgan nusxani men shu qitimlab bek to'la anglab nim qilgan. Shu vaqtlarimda bu naqshni anglamoq o'zim bo'pti ekan. Bek chiroyli aytildi. Rahmat. Lekin shunda adam hamda bizning nurg'un o'ylashtirgan nurg'un taraflarimiz bor. Lekin ko'pdan ko'p rahmat, bek esil o'rindaldi. Rahmat sizlarga. Hasanjon bilan biz tanishimizki. Men tanib oldim Hasanjon, to'g'rimi Hasanjon? Hasanjonning 20 necha yil o'tib ketdi juma. Mushu yo'lda menga izchil tirishib, izchil menga bu Hasanjonning izchilligi yomon yaxshi. Hech gap yo'q hamda bu yerda maqsad musobaqada cho'qim o'rilish u bu emas, mush jarayonni bilsa Hasanjon mush sahnaga chiqib, mana mushu ekran orqali o'zinglarning iqtidorini shuni ko'rmanlarga yetkazishning o'zi eng chong natija. Shuningga bu bir savoq bo'ladi. Buningdan yana nurg'un tajribalarni to'playdigan shu Hasanjon. 3000 o'quvchining ichidan tanlanib, mana bugungi mush qadamni ilib mishaga kelishning o'zimi natija. Shu cho'ng natija shu. Cho'qim yaxshi natijalar yorildi. Davomli izchil tirishimiz, Davomli tirishimiz. Albatta Hasanjonning man naqshini o'rinlashida qat'iy masala yo'q. Shuncha go'zal, bek chiroyli. Mening o'ylaganimda hamda mushu oddiy narsalar bek go'zal bo'lamdiki deyman-chu. Bu qayerdasan degan naqshni hozir ichiga shuncha kiryapsiz, shunday yaxshi o'rnatyapsiz. Lekin men muzikada dum ta dum ta ma udar var-chu. Başdan oyoq mush udar bor. Andan keyin sal murakkabchilik bor. Bek murakkab, bizga bir xil lirik tuyg'u, mush ichiga kirgan hissiyotni men muzika buzib qo'yibchu. Kallamizni bek murakkablashtirib o'tib qoldi. Sal jiddiylashib qoldi. Sezim sal bo'lmay qoldimi arqilda. Naqshini bir taraf qilinish firoqlari nihoyat yaxshi menga. Shu ovoz turaqsizligi bizni shiklantirib qo'ydi. Hasanjon Mo'minjon, hozir mening o'yimcha, do'stim, qanday desak, Hasanjon bu naqshni texmi bir kuchab, o'zadi boshqacha bir aytib o'tma degan. Oshi nishonni ko'rilib, menga chiqqandagi jiddiylashish bilan ideyaga yetkazib beraman deb qoldi. Erishkil kubletin o'xshash bir yerda azroq bir udardan kichkina chiqib kirgan bir ish bo'ldi. Hamda bu naqsh to'g'riliq biz chiq ta'bir berib tuzish bermaymiz. Endi bu naqshni hamda ustozlarning ustozi o'zi ta'bir bermasa, bu yaxshi to'liqlaganda bu Hasanjonninki bu naqshni nechun variant aytildi. Mesela dastlabda ustoz Abdulla akamiz aytgan. Sizdan o'sha ustoz Ondan keyin bir necha yosh bolalar aytdi, lekin yosh bolalar aytgan vaqtda mening ko'zim deb aytdicha buni. Bu ustoz mening deb yozmagan bo'g'aytingiz yaxshimi? Yo'q, men unda yozmabdi ekanman uni. Ham ustozmi anda aytmaganda ayardi. Hasanjon mana to'g'ri aytdi. Men shaga diqqat qilib o'tdim. Bu Hasanjonmi mening deb boshlami deb bu bolalarning günü oldik tan mening ko'zim deb boshladi, shunda qo'shib qoldim. Bu tekst yana bir tekst bor. Shuni to'liqlab o'ylangda Hasanjon. Tekstni yozuvchi to'liq asli bu tekstchi.
Hozir aytayotgan yosh bolalar asosan buni yozgan vaqtda bir otiga yozilgan, shundaymi? Otiga yozilgan. Lekin hozirgi yosh bolalar nigarga nigarga o'zgartiryapti buni o'lib ketgan o'xshaydi. O'lib ketgan bir nigar. Aslida tushundim, o yosh bolalarning o'zining ko'nglida hamda naqshi degan ashta narsa har bir naqshni anglasak, muzikani anglasak, o'zimizning hayotidagi, bizning hayotimizga munosabatlik bir tarix, bir kartini, bir xotira esimizga keladi-ku. Shunga o'xshash, hamda yosh bolalar uni o'zining bir sevgini yari yoki aksi ya dadasi qanday foydalansa bo'laverdi. Hamda gap uyada emas. Ammo Hasanjon, rahmat naqshingizga. Sizni qo'llagan kishilaringizga aytadigan yurak so'zingiz bo'lsa dang. Mush kasbda hamda yaqindan hamda men o'zimga tushlik qilib atrofimdagilarni xo'sh qilib, ashlarning olqish nimasiga erishib kelayotgan hamda mush cho'ng sahnaga asos chiqishdagi maqsadim shu o'zimni bir namoyon qilib boqay. Meni hamda shu boshqalar bir tonisin. Hamda maqsad birinchilikni elib cho'qim men bunda bo'laman degan gap emas. Birinchi qitim tanlanamsaqmi, bu sahnaga chiqib o'zimizni tavlab oldik. Mushundan men shunda xush. Sizlarga rahmat ko'pchilik. Rahmat. Kelar navbat agar fursat bo'lsa yana ko'rishimiz. To'lma afsus, mahirimiz Hasanjon Ro'za-Axun bugun tanlanolmay qoldi. Hayotdagi har bir daqiqa raqobatga to'lgan. Ipak yo'li sadosi programmasi shu. Biz har xil raqobatlarda kuchayimiz, raqobat bizga o'g'inish sahnasi hozirlaydi. Mag'lubiyat muvaffaqiyatning onasi. Yiqilgan yerimizda dast turib ketish, u tirishchanlarga mansub harakat. Sahnaga chiqib ozroq jiddiylashib bo'ldi hamda birinchi qadamda. Jiddiylashib naqsha kirgandan keyin sal o'zim to'xtaldim, ammo yana oraliqlarda sal o'zim bir xil jiddiylashib kayfiyatim sal turaqsiz bo'lib qoldi. Bo'pti, hech qisi yo'q hamda. Menga bergan o'qitish ustozlarning fikri shunday yaxshi bo'ldi. Men bundan keyin hamda texmi tirishib, buningda bir tanlanamagan bo'lsam bir tavlandim. İkinci qadamda bu da qadamlarimni texmi mukammal yaxshi tirishib, izchil san'at yo'lida cho'qim bir g'alaba natija qozonishtirishim. Yaxshimisizlar ko'pchilik? Men Abdulla Abdurahim. Yuqum ahvolidan shuni bayqadikki, odam badani uchun eng muhim bo'lgani yanada immun kuchi. Amaliyotda immun kuchining yuqori bo'lishi salomatligimiz uchun eng yaxshi dori hisoblanadi. Andaqda teri odam badanining birinchi mudofaa sepi bo'lish sifati bilan uning immuniteti qanday ko'tariladi? Amaliyotda aktiv bakteriya o'z rolini joriy qildiryotadi. Ilmiy tadqiqotlardan bayqilishicha, teridagi foydali aktiv bakteriya terini kuchlantiradi. Terini tozalaydi, yalliqqa qarshi turadi, namlik saqlaydi. Qani endi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaylik. Ko'rilishga bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasallikka qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Dunyo yulduzi aktiv bakteriyalik cho'lpon mahsuloti. Yoshlik faslingizning yorishig'i. Muhabbatlik turmushingizning guvochisi. Ehson to'yliq kostyum burunqilari. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dereceli Ekologik Rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom eşyadan xali, ozuqluq ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız uchundir. Elnuri Aylan az Beijing Xinjiang madaniyat cheklik shirkati Beijingning Chaoyang rayoni diplomatiya ko'chasiga joylashgan. Ko'limiz zo'r, oliy bezalgan. Xinjiangning o'zgacha mahsulotlarini tonishtirish va ko'lamlashgan tijorat andizisini barpo qilish jihatda amaliy natijalarni qo'lga keltirdi ham keltirib o'tdi. Mayli korxonachi va savdogar bo'ling, biz bilan hamkorlashib o'rtaq taraqqiy qilishingizni qizg'in qarshi olamiz. Beijing Aylan az Beijing Xinjiang madaniyat cheklik shirkati. Bugun kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetitqusi bo'lsa, kimning tamoqqa o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetitqusi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetitqullari.
sandıkni açıp moçanni koyup koçanni elip bazaga berip tartıqni elip saqlaqanni sundab tizlikda qaytib og'izni açıp qani ishim mehmonla desem kola bulam shunda bula deb bo'lib ajab o'chganday kola bulam shunda bula tartiq kola bo'ldi bir do'stim yo'qlab keladigan beni setib qolibdi ha nima ilib berishimni bilmayapman maktabdan qara jiq narsa yeyishga hojat yo'q o'sha tashqini tevingda qo'yib ishimni olib qo'ysalar mushu bularni yo'qlashga bak yaxshi mushu voy mushuni opraymi shu ishim qilib o'tirib mashta qilay Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta programma gruppasidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Şinjan Aylınaz Groyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Şinjan Al-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizda bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mas'uliyet şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Demek mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Saqam masayki paravoliq atirtning qiyinchiligi borliq yordam beradigan palit bor ekan. Men Al-Nuri zarangizni meydin 10 ton sovuqlay deyman. Demasam bu Al-Nurining mahsulotlari nihoyat yaxshi, nihoyat tabiiy chiqadi. Unda olsa menmu Al-Nurininki unidan 5 xalta, guruchdan 5 xalta sovuqlay. Jura bir keladi. Bo'ldi. Adash, bugun bizning uyda xo'go yandaq. Xo'go yeyli. U yoqda materiallar bormi? Xo'go yeydigan bo'lmasa men Sherintamning materialini olib. Adash, bizning uyda to'liq deyman. Bizning uyda Sherintamninki xo'go materiallarini ishlatamiz deyman. Uyda bo'lib ketdi degina bu. Gap shu adash. Ashta qilaman. Ma'lumdir. Taklif qilish navbatini biz Oygul qizga beraylik yana. Naqsham bilan degan bir naqsh. Oshun damdiki deb turgan tunjuma. Rasmiy. Naqsham bilan. Mening ismim Nurlan Qurban, o'zim G'o'jda yardım bo'lman. Bu yil Şinjanda shuni qonun kasbini bitirdim. Hozir xizmat kutyapman. Kichik vaqtimda G'o'lcharda o'tkazgan yosh o'smirlar naqsh yetish musobaqasiga qatnashib, 1-darajalik mukofotga erishgan. Meniki naqsh yetishga asosiyatan dadam sababchi bo'lgan. Chunki mening dadam o'zimiz xalq san'atkori bo'ldi. Kichigimda tug'ilib, ism topsam dadam naqsh yetgan. Shunga dadamning turkisi bilan men bu naqsh qiziqib, naqshdan o'rganib, bugungi darajaga keldim. San'at oilasida tug'ilganligim uchun naqsh yetishga erishmaligim bor. Bu qitim İpek Yo'l Sadasi programmasiga qatnashishga sababim yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun. Men cho'qim tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Ximiylik qo'shilmadan xoli bulg'angan havodan xoli, bulg'angan suvdan xoli, sifatsiz ham ashyodan xoli, ozuqlikka kuyishdan xoli, Al-Nuri 5 dan xoli, yeshil organik unchiligimi mahirlarga omad tilaydi. Tügümez an akşam aminin Akuru bey itkan bile Tügümez an akşam aminin Akuru bey itkan bile çıkmaz xumarim ana
naqşığa vay qatqan bilen dildiki çıkmaz xumarim anaqşığa vay qatqan bilen örtünüp yar koyda yürmen ey bağrım kavap bağrım kavap vapadar küzi xumanim ayolgan vay toymay qara vapadar küzi xumanim ayolga vay toymay qara alamat tügmez vay nakşam bilen uygutay seni nigarim tügmez vay nakşam bilen vay nakşam bilen rahmat Mana qara, mana qara, mana qara. Vicdanınla qo'shildimi? Vicdan qo'shildi, rost qo'shildi-da. Qo'shildimi? Ajoyib chiroyli aytdi naqshni. Nimancha aytsa sen bu naqshni? Amalga naqshimni ishlab olgandan keyin. Ha, mana qara. Javob yo'q. Bu yomon aqlliq bola ekan. Xo'sh. Salom hurmatli ustozlar, ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar. Nurlan Qurbondan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Qurbon kim bo'lish kelsin-da? Shunday. Xo'p. Ara ko'rding. Biz hammamiz ta'sirlandik. Chiroyli aytding-da bu naqshni. Toshmuhammad o'rindiq aylantirib turibdi. Toshmuhammad o'zing Ama men naqshini aka rost chiroyli aytdim. Aytdi u. Bo'lapmi? Avji kelganda men ashta oxirini chiqarib o'talarmi deganni bir xiyol qilib turadi. Saqlab turgan, ha? Ha. Ama o'rilganimmi yaxshi bo'libdi ekan, men o'rilgandan keyin Texinbek yaxshi chiqib ketdimi, ashtaroq his qildim hamda. Shunday bo'ldi deyman. Men demedimmi? O'rilganimizni ko'rib shu bekerak o'di xushim yo'qolib ketdi. Ha, bo'ldi. Ish qilib bizning o'sha o'rilib o'zing to'liq talantingni namoyon qilgandek sana bir energiya bergan bo'lsa, menmi qo'shildim ukam. Bo'ldi, qandaq aytqining, o'rilishing to'g'risida jiq to'xtalmayman. Mening bir guruhimning a'zosi bo'lganingga muborak bo'lsin shundaqla. Mening guruhimda sana o'xshash bir yaxshi naqshchi inimning bo'lganligiga o'zimga muborak bo'lsin. Xo'sh bo'lding, ha? Qo'shildi. Yaxshi. Mushu Qurbon kam o'zi naqsh aytdimdi. Shundaq mening naqsh etishim shu dadam sababchi bo'lib qolganda, o'zi xalq san'atkori, odatda shu eli naqshlarni. Qurbon kamningki
dadisi nimakamni bir davitayli şu to'liq anada dadisini tunib qalamsiz. Dadamniki buvamning ismi Mehmet. Dadamning ismi Qurban Mehmet. Endi dadamning naqsh etishiga momam sababchi bo'ptiki. Oy, jiqqa. Çoğlarının işken bu. Çoğuşlar bu. Bunu asta işkimiz oturab. Yişi vaqtda. Asta deyişip kelişip alamiz. Qarshi olam afkam. Buni guyga ajab amroq oldim deydi. Sening grupangda davomliq bormi bu? Endi bor. Oxirigacha chiqdi. Bak chiroyli qildik. Ag'a. Ondan men ash bir eg'iz gapga yig'inchaqlay inim. Endi bizning mush iliq xalq naqshlarining nurg'un ustozlarimiz o'tgan, uning nurg'un izbasarlar o'tgan. Mana Tosh Muhammad ustozmi mushu bizning barmoq sanig'ideklar mushu iliq xalq naqshlarining varisi bo'lib mana hozir vakillik xarakterdagi anglaymiz-ku. Tosh Muhammad ustozning aytgan iliq xalq naqshlarini. Ondan mening nazarimda senmi kelgusida shu yurtning xalq naqshlarining yaxshi bir varisi bo'lishingdan men umid ko'rdim. Rahmat ustoz, rahmat. Seni qandaroq maqtadik hozir? Endi Ya bo'lmasa yana birdan maqtaymiz. Qaysi maqtadik? Rahmat qilib, hamma ustozlarniki mushtik baho berganiga shunda qo'shildim. Yalg'iz Tosh Muhammad Botir ustoz emas, qolgan o'zimning ustozlarniki mushtik baho berganidan qo'shildim. Bundan keyin davomli yana sizlardan izlanib, texim tirishib, yaxshi naqshchi bo'lishga tirishaman. Kela. Tugmas naqsham amini. Muborak bo'lsin. Mahirimiz Nurlan Qurban, Tosh Muhammad Botir Aylin az gruppasiga tanlandi. Bundaq güzel melodiyani kim qabul qilmaydi? Kutdingiz. Keyingi bosqichda qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, bu bosqichlik musobaqa sizning orzuyingizni amalga oshirib bo'ldi. Bugun 8 chiqib o'zimning eng yaxshi ko'rgan naqshamni aytdim. Hamda shu qiyinlik darajasi bor, ya'ni o'zim o'ylaganimdek ola olamanmi deganlarni tamdirmay o'ylaganimdek oldim. Lekin saknik beshidil chiqqanda sal o'di qilib qoldim. Ovozimda sal titrashib qoldi. Toza degandek odatdagidek o'zim joriy qildiramadim. O'zim yaxshi ko'rgan ustoz Tosh Muhammad Botir ustoz menga o'rildi. Bundan keyin texmi tirishib, ustozlarimningki ta'lim tarbiyasini yaxshi anglab, yaxshi o'rganib, texim yaxshi naqshi bo'lishga tirishaman. Nurlan inimiz naqsham bilan degan naqshini o'rindadi. Bu inimizni men o'rinliq aylandirgan kes qildim. O'rindagan naqshi o'ziga qaraganda cho'ng bo'lsa-mu, ammo aytib muvaffaqiyatli o'rindadi. Menga jumladan inimizning o'rindash tarafdagi alayliklari menga nayt yoqdi. Shuningga men gruppamda mushnaq naqshga inlarimizniki texim yaxshi bo'lgan taraqqiyotga o'zim yetaklab keta olaman degan ishonchim bor. Shu sababdan Nurlan inimizga o'rindiq aylantirib, o'z gruppam qabul qildim. İpek Yolu Sadasi programmasi o'quvchilarining to'rdagi bevosita tarqishini ko'rmoqchi bo'lsangiz, badamni tushirib oling. Barliq mayirlar sizni badamni saqlaydi. Adash bugun kech savodosh bolalar bilan bizning uyda qo'ymayman-da. Qo'y o'xshamaydi aqcha taladlayman-da adash. Yo'q, adash bizning uyda qoidaning samarar ochiqtanlik tetqusi bor. Uyda yeydi, shunday qilamdamsa, bo'ldi. Kang to'rdosh do'stlar, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, rayonimizdagi har millat xalqimizning ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Xinjiang Sadaf Sodichaklik mas'uliyat shirkati mayirlarga omad tilaydi. Bulardan boshqa rayonimizdagi yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar sotisi qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi mayirlarga omad tilaydi. Qiymilik qo'shilmadan xoli, bulg'angan havodan xoli, bulg'angan suvdan xoli, sifatsiz xam ashyodan xoli, ozuqli kuyishdan xoli, al-nuri 5 dan xoli, yeshil organik unchiligimi mayirlarga omad tilaydi. Bulardan boshqa rayonimizda yemeklik va tetikqo sohasida sarkardilik rol o'ynayotgan Xinjiang Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat shirkati mayirlarimizga omad tilaydi. Rayonimizdan sog'lomlik, yemeklik, ichimlik sohasidagi boshlamchi korxona Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi Tartuq kolalarmi mayirlarimizga omad tilaydi. Biz bu minutlarda programmamiz qatnashgan mayirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham bahrlab qo'yishingizni so'raymiz. Adash muvaqqat tarjima qilib bera, nima deb o'qiydi? Adash badam uyg'urcha kirgizishning tarjima iqtidori bor. Xatni kirgizsanglar, darhol tarjima qilib berdi. Bak qolaylik. Mundaq yangiliklar bormi? Tuvandagi naqshimiz
Abdulla Can dadam. İsmim Erkincan Abaydullah. Bu yıl 36 yaş. Kotan vilayetinden geldim. Hazır Kotan aylık sənət deməkdeki nakışçılıq vəzifəsini üstələdim mən. Müzika marif kəsbini bütəgən. 14 yıl oxutuqsa kəsbi bilan şoğullandım. Lekin bu jarayanda meniki özüm ən yaxşı turduğan nakış kəsbini taşınıb qaldı arqal səbəblər. Keyin şu kəsb ilgililərdən təxəmə bilim eliş, nakış kəsbi cəhətdə, ətraflı bilim eliş, kəsbi cəhətdə tərəqqi qilish məqsədində Kotan aylık sənət deməkdeki yötkülüb gəldim. Bu programı qatnaşdıq asaslıq məqsədim bolsa, üzəm ən yaxşı halətdə, üzəm ən yaxşı görgən naxşamını ustazlarının aldıda icra qıla alsam, ustazlarımınki təklif fikrini anlağandan keyin üzəmdəki bundakı yetərsizliklərimi təxim tuluqlab, kəsbi cəhətdə təximə bundan keyin yaxşı nəticələrini qo'lga keltirsam degan ümidim bor. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Yemek-içmek, kiyim-kechak, öy-mülük, import mallar so'tisi qatorliq jihatlarda oldingi o'rinda turayotgan Aylin Azgroyimi Mayirlarga omad tilaydi. Can dadam, erdek dadam, tağdek dadam. Qo'ynikan gulzar kabi bog'dek dadam. Sen ketib olam bo'lakcha yotma. So'zlari qaymoq navat yog'dek dadam. Sen ketib olam bo'lakcha yotma. So'zlari qaymoq navat yog'dek dadam. Anam biçare mezlum kan yüter. Ne desen bağrımda vicdanlıkta. Ne desen bağrımda vicdanlıkta. Ballarım izleydu her yan ah ne desen yolumda gülxandek dada. Ballarım izleydu her yan ağırıp. Ne desen yolumda gülxandek dada. Pul tepip aldınga keldim yüz tepip. Bir küşte yine neredesin handek dedem. Hasretim alemge sığmaz oylasam. Koyneken gülzar kabi bağdek dedem. Hasretim alemge sığmaz
Hasretim alemge sığmaz oylasam. Ne desen yolumda gülxandek dadam. Hasretim alemge sığmaz oylasam. Ne desen yolumda gülxandek dadam. Ne desen yolumda gülxandek dadam. Ne desen yolumda gülxandek dadam. Faqat ko'zing ochmading afkami? Qani? Yaxshimisilar ustozlar, hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Men Xotandan kelgan Erkinjon Abaydullohning hammalarga salom. Ha. Erkinjon o'zi nima kasb bilan shug'ullangandi? Men asli o'qituvchi. Ha. O'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanish jarayonida asosligi shu o'zim yaxshi ko'rgan shu naqsh kasbi tashlanib qoldi. Shuning bilan 14 yil o'qituvchilik qilib bo'lgandan keyin shu qiziqish o'tning sababini yana Xotan oylik san'at umakka yangidan o'tkazilib kelgan. Ha. Kelib 10 kundan keyin shu tuvangi xizmat munosabati bilan chiqib ketib qoldim. Endi mush qatim hozir idoraga endi qaytib keldim. Asosli maqsadim shu kasbda ozroq bir ustozlarningki taklif fikrini qabul qilsam, o'rgansam, izlansam degan maqsadim bor. San'at naqshi kasbida bir o'lchamlik bilim olsam degan maqsadim bor. Endi hozir shu bizningki xizmatlarimiz hammamiz ashta jiddiy bo'ldi. Shu sababdan sizlar balkim tuvanda xizmatda bo'lgan bo'lishinglar mumkin. Mana bu orzu yaxshi idoraga kelishinglar ham musobaqa bo'libdi-da. Agar tuvanda xizmat qilsa, kelinmaydi-ku. Bu yerdan ayrim kelishga bo'lmaydi. Endi uning ustiga Aygul ma'lum bugun sizni tanladi qarang. Bu ishda bir hikmat bor. Arzu chin dilidan bo'lsa, naq joyin. Shu amalga oshadiganga bir yo'l chiqadi degan. Yaqinning yoqi talay oldini qipti bu yigitga. Mash yigitga. Ha, mana idora qaytib kelish bilan tang musobaqa chiqdi. Musobaqa qatnashish bilan tang shu ovozimni taraqqiy qildi bo'lsa, mush naqshchilik kasbida bir tuzuk bilim olsam debgan to'q naq Aygul ustoz mana. Ma'lum. Mana talay. Biz unda qamlashtirib bo'lanmaymiz bu ishni. Buni shundoq bir keldi ishlar. Əməliyyatda Erkinjonga mening o'ylashim mening ta'limkan deb o'yladim hozir. Ha. Chunki mening ashtaq o'yamdimi, men bir shu hozirgacha to'xtamay o'rganibdiman, nurg'un davlatlarda o'qibdiman. Shu o'qishimdagi sababmi amaliyotda mishtaq bir menga ehtiyoji borlarga, mishtaq darsimni bersam, mening qo'limdan kelishicha to'pamni qo'ysam, bir kishilik hassamni qo'ysam degan bir umidim bor-ku. Naq mana tartish kuchi qonuniyatida mening shu o'rlayotganlarim yoki o'qituvchilar yoki o'quvchilar. Yoki ashtaq bir ilmni izlayotganlar. Izlayotganlar. Shundoq bo'lyapti. Shunga hozir men shuncha xush bo'lib ketdim. Nim degan yaxshi qizsiz qarang. Mushunda yaxshi niyatlaringiz bo'lg'achqa siz izlagan narsa oldingizga keladi. Bundan keyin shunda bo'ladi qarang. Bu yaxshilik degan hech qachon yerda qolmaydi. Mush Erkinjonga siz arzusi bo'yicha ovoz bo'yicha bir o'lchamlik dars bersangiz, endi bu bolaning orzuyi amalga oshsa, sizning boshqa arzularingizni yana boshqa bir taraflardan biz yordam qilib amalga oshiramiz qarang. Albatta birlikda. Birlikda amalga oshirishga tirishimiz. Xo'p, mana yaxshi ishlar bo'lyapti. Umidvorlik bilan ruhinglarni tik tutib alda qarab menlarida bo'lsa, sizni kelar qatimda sahnada kutamiz qani. Kelinglar. Rahmat ustoz. Pul tepib aldinga keldim yüzde. Muborak bo'lsin. Mahirimiz Erkin Abaydullah, Aygul G'ulam Qaydu gruppasiga tanlandi. Hammamiz yiqimliq naqshlarni anglashni xohlaymiz. Yurakdan chiqqan naqshlar yurakka boradi. Albatta, o'rliqchining saviyasimi intayin muhim. Men hozir sahnaga chiqib tushdim. Jiddiylashish bo'lib ketdi. Shu ovozimni faqat kontrol qila olmay qoldim. Shu 50% jariy qildirolmadim deb o'yladim o'zimcha, lekin
Aygul xanım bana fırsat verip öğrenipti, bek hoş oldum. Ben şu manga vaqtida hakikaten Aygul xanımni nişan qilib chiqqan asli. Kasbiy jihatdan bir tarbiyalanishga muhtoj bo'lganligim uchun o'zimma Aygul xanımni shu kasbiy o'qituvchi. Bundan keyin ham da mush fursatni ching tutib Aygul xanımdan kasbiy jihatda haqiqiy bilim olishga tirishibman. Kasbimni tark qildirib ketish bilan. Ha, erken naqsh aytgan vaqtda menda bir xil Aygül mushu balaga o'rilgan. Aygül, mushu balaga sen yordam qila olaysan degan bir xil sado keldi-da. Shuning bilan bir Yarshaning tatish kuchi qanotidek bir xil tuyg'u paydo bo'ldi. Kuchlik bir xil tatishish paydo bo'lib, men erkenga o'rildim. O'rilib keyin erkendinki mushu uygunish istikining borligini, nurg'un yillar tövanda ishlab, o'zininki mushu kasbiy jihatdan bilimlarning ashug'isi borligini, bilim ashug'isi borligini, mushu uygunish istikining borligini degandan keyin, andan keyin ha, men to'g'ri o'rilibdiman. Menga haqiqiy bir ehtiyojli bilim uyg'unishni xohlaydigan bir o'quvchini qabul qilibdiman degan tuyg'uga kelib qoldim. Aygül G'ulam ustozning qaydo gruppasi 16 o'quvchi bilan to'liq to'shdi. Ular bo'lsa Mahirimiz Merdan Ömer, Suyman desem işinemsen, suyman desem işinemsen, Çin yürgünü bireler. Mahirimiz Zulfiye Abdülkadir, Mahirimiz Salaydın Yakup, Hey boytak, hey hey boytak, günü öter, ötermiş onda. Mahirimiz İskender Enver, Seni, sığınıp seni, sığınıp seni. Mahirimiz Malik Dursun, You're looking for, 'cause I wonder where you are, and then I wonder what you do, when I used to. Mahirimiz Halime Yusuf, Mahirimiz Ümitvar Mahmud, Güliren ay, güliren ay, caningi cana onun bulmay. Mahirimiz Polat Damulla, Öfçümüz dedim pen osmanıda, hey pen osmanıda, şula özge xas qılğılı cevlan kilidi. Mahirimiz Yavcin Yu, 当夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。 Mahirimiz Arzugül Sattar, Mahirimiz Adıl Turgun, Tez anamaya desa, amar sezate. Mahirimiz Gayret Ubul, Mahirimiz Nurşat İsrail, Sen geçen bundan sürermey, bir sana bulgan aşık kömür. Mahirimiz Reyhangül Mehmet, her cayda bulmaz. Her cayda bulsa yaray, senince bulmaz yaray, benimce bulmaz. Mahirimiz Medine Mehmetcan, Bu can daim turamdı. Sen alamsın benim cinimni, cinimni. Mahirimiz Erkin Ebeydullah, Sırtım alemge
ekan gulzor kabi bog'dek dada. Qaydu gruppasidagi 16 mayerning Aygul G'ulam ustozning tarbiyalashida texmi nodir naqshlarni o'rinlab, Sadaf Ipak yo'li sadosida yorqin yulduz bo'lishiga tilakdoshmiz. Qaydu gruppasi g'ayrat qilinglar. Aylanaz kütünüş merkezini bilemsiz. Fakat 98 yuan tölepla 500 yuan kıymetindeki katta nefki erişeleysiz. Aylanaz kütünüş merkezi tuz öyde hordiniş. Yerim bedenlik uvulaş. Yerim bedenlik lonku koyuş. Teri asraş, baliyatqı asraş qatarlıq türlərinin həmmisinin faqat 98 yuan bilalı bəhərliniş fəaliyyətini yolğa qoydu. Fursat ganimet. Adres Ürüm şəhri Qalibiyet yolu 267 numar. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologiyalik rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlanğan 5 tın xali undur. Kimyalik qoşulmadan xali, bulğanğan havadan xali, bulğanğan sudan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu köyüşdən xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Telefonlarda izleş barda. İzleş öz tercüm qilgan kinolar. Torda birdan bir qo'yish huquqi ega sarxil programmalar. Tunji edib Bishkoy, kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxons mazmunini taqatqanligi haq berildi juma. Qaydu yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydu üzülmesin. Qaydu yurishlik yağmurchilar. Taşkın demek vücudumga kuch-quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqimga madad. Coşqunluq va ishonch Taşkından başlang'usi. Taşkın aqsil talqanlari. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüştük yemekliklerimi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüştük yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yurishlik yemeklikleri. Yipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan motivarni tanladim. Mening tanlashim yanada motivar. Motivar kiyimlari. Adaş tordan mal setip olay degendim, qayanın eng işençlikdi. Aylanız Groy'ның elektronlik so'z shartisiga kira, ishonchlik ham bosim intayin muvofiq. Tuvandagi naqshimiz iltijo. İsmim Roman Kız. Yakan Ayıs'tan geldim. Muqam Meşrep tədqiqat kəsbida oquyatdım. Bu yıl oqış bitiriş aldı turatdım. Mən naqşitvat qılı 10 yıldak boldu. Mən adətdə xalq ağlarını, milli üslubdakı ağlarını etişini yaxşı görmə. Mən naqşı etiş jarayonida eng cho'nqur ta'sir qilgan bolsa, men kanat mahallarda naqshitvat qavaqtimda apaşlarning, momaylarning shundaq naqshidan ta'sirlanib, qo'llarimni so'yib Kızım şu naqşanızını davamlıq anlap tutsaq degen gaplar boldu. Bu qitimliq İpek yol sadası talanğanımda şunçalik xoş buldum. Meyli musabiq natijasi qandaq bo'lishdan qat'iy nazar, mening mushsaniga chiqqanimning o'zi men uchun eng cho'ng g'alaba. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida serkerdilik rol oynavatkan Şinjan Qaydu Yemeklik Çeklik Məsuliyyət Şirkəti mahirlərimizə omad tilaydı. Gözleringe bir qara qaldım huşumdan ayrılıp Gözleringe bir qara qaldım huşumdan ayrılıp
ishga baxting qayrilib ketdi yuraklar dog'lanib ishga baxting qayrilib ketdi yuraklar dog'lanib baxma nigorim qayrilib qolmay jinimdan ayrılır Qalmay jinimdan ayrılır Üç görüp buldum esir Yipsiz üzenge bağlanır Tüt görüşmek niyetlenip Melengi geldim aylını Tüt görüşmek niyetlenip Melengi geldim aylını Resmini koya ay bile Melengi geldim aylını Melengi geldim aylını Keldim o 5 gün uda Yalgan sözünge aldını Keldim o 5 gün uda Yalgan sözünge aldını Üttü ve sızsız 6 gün Han yitip can kıynını Üttü ve sızsız 6 gün Han yitip can kıynını Bakma nigarım kayrılır Qalmay jinimdan ayrılır Qalmay jinimdan ayrılır Qalmay jinimdan ayrılır Hey. Ha, qani. İsmim Roman kız. Roman. Yakandan keldim. Muqam ve meşref tadqiqat kasbida bu yil o'qish bitirish oldida. Yaxshi kasbga ukam. Men bir tavsiyarim deb baqaya. Ha. Masalan, muqam tadqiqot kasbida o'qigan bo'lsangiz, sizlarga qo'shimcha kasblar bor. Shundaqmi? Shu qo'shimcha kasblar sizniki mush tadqiqot obyektingiz bo'lsin, hamma jihatdan mushu butun sizning ko'rgan kitibingiz, sizning bilgan bilishingiz mush ovozga bak ta'sir qildi-ku. Biz nima qilgan bo'lsak, shu tajribamiz bizningki ovozimizda ifodalanib turdi. Hozir ovozingiz shunchalik tatliq, ana qo'ng'iroqdek bak jaranglik, bak chiroyli, bak pokizga bu ovoz-ku. Men bak yaxshi ko'rdim. Rahmat bola. To'g'ri, bak yaxshi fikrlar bo'ldi. Sizda masala yo'q. Bunimda anglab put qo'lni sunib, xiyol surdigan tip-tiki naqsh bo'lg'achqa, bu naqshning birinchi benzusini men ayni vaqtda Tömür xaroziga ishlagan. Oshunda bir mo'nliq naqsh. Men batim, yiningda men batim. Ha, sizlar o'qiyotgan vaqtinglar. Tömür xarozida aytgan bu naqshni aytib yaxshi. Men dastlabda sal ishkilandim. Sal jiddiylashyotganligingizni bildim.
bundan keyingi taraqqiyotda bo'lgan ishonchim oshkorlik uchun o'rindiq aylantirdim. Rahmat sizlarga. Püskürüp buldum esir Mübarek bo'lsin. Mahirimiz roman qiz Ahad Mo'minjon Abdikim Al-Nuri gruppasiga tanlandi. Naqshlarimiz har bir qalbga xushallik ato qilsin. Uslubingiz ro'naq topsin. Mush fursatda o'zim uchun bir tajriba savoq to'plab oldim. O'zim shunchalik xush bo'ldim. O'qituvchilarmi hamda tanlagan asar to'g'riliq shuncha yaxshi talab fikrlarni berdi. Sanımız roman qizning aytib kelgan naqshisi o'z vaqtida, o'z yillarida moda bo'lgan bütün yoshlardan tortib cho'nglargacha yaxshi ko'rgan bir naqsha. Bu naqshida musobaqaga tushgudek mahoratlik talablar yo'q. Roman qiz lekin bu naqshini o'ziga xos yumshoqlik bilan, ovozdagi yumshoq tetimliq ovoz bilan mo'ngini berib turib aytdi. Endi mushundaq bir ovozni bir xil yangi ovozga bir yangilikni his qilganligimiz uchun o'rildim va bundan keyingi musobaqaga bir o'zimning ozroqim bo'lsa to'hpam qo'shilib qolsa ajab emas degan umidda keyingi natijalarga qaraymiz. Yurt baxtiga yana agir tarlar kerak. Arlar kerak. Arlar kerak. Undaq elga namard emas arlar kerak. Mo'minjon Abdikim ustozning Al-Nuri gruppasi 16 o'quvchi bilan to'liq to'shdi. Ular bo'lsa Mahirimiz Qadriya Aziz, Mahirimiz İlyas Abdug'ini, 当花瓣离开花朵，按下残留。 Mahirimiz İsmailcan Tursun, Köyer bu çin yüreğin, ben sana köygende söyler musun? Mahirimiz Yar Muhammed Mehmet, Non darmas tu tormento, urna sure. Mahirimiz Arafat Enver, Yol üçün kasar bir baş, görünmezken tükülgen küz yaş, bahanıdır tükmez üçün. Mahirimiz Firdevs Ababekri, Ozluğum bana hemrah boluversin. Men yürümezmem. Mahirimiz Mevlan Azim, Keptu dise yükrep çıkar. Mahirimiz Aynur Alim, Yüksek boylarımda söygen yarım kelsen çok. Mahirimiz Yusuf Dursun, Yaş kalıp gittin, gözlerimde yaş kalıp gittin. Yaş balıdek irkilip ayttın. Mahirimiz Rahman Tursun, Darenglenip pişkan, Anarını yaktırıp kaldım. Otunda kül Mahirimiz Mehmetcan Nesen, Yığallar arız edin, izleymen peket. Mahirimiz Merdan Yusuf, Yürüdüm yar yolunda, Kuyaş külgen seherde. Mahirimiz Eskar Tursun, Sever bu könlüm tolumu yerim, Şıkında örtün. Mahirimiz Zulkumar Ablet, Dikenlerim körse öldürersin Yollarımga sar bulup Muhabbetimge har bulup
Mahirimiz Qaysar Baxtiyor. Sürünge yaş qarab qaldım keynindin uzak. Mahirimiz Roman qiz Ahad. Düvəsiz alt gün Xan yitib can qeynini Elnuri grupsidagi 16 mayirning Mo'minjon Abdukim ustozning tarbiyalashida texmi nodir naqshlarni o'rinlab, Sadaf Yipak yo'li sadosida yorqin yulduz bo'lishiga tilak tashmiz. Elnuri grupsi g'ayrat qilinglar. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecilik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dokilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. İnsan üçün eng bexatar muhabbatlik güzel makan uydur. Muhabbatlik uylar. Dukkan, talla bazar, savdo nuqtalari dal Şinjandagi cho'ng iqtisodiy gavda Aylin Az guruhining Aylin ordisi uy mulk taraqqiyot chekish shirkatidan keladi. Aylin Az guruhi Aylin ordisi uy mulk taraqqiyot chekish shirkati. Kolaning muzga qangan vaqti dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tartuq yurishlik kolalari. Va, ma bo'lgan ya. Vaa, yani şehrin tem yalqazan yürüyüşteki yemeklikleri mi bakan emasmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşqa teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri. Charchigan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yib Ko'z asrashqa sal qarayotganingizni bayqadingizmi? Ular uchun ahamiyatli bir sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi? Muvaffaqiyatga ozli qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotgandi. Dünya yulduzi ko'z asrash javri turli ko'z masalalari uchun o'zimizga sungan eng go'zal hadiya. Safarlarimiz texmi xotirjam va ravon davom etadi. Bu sabiy ko'zlar vaqtida asrilishi kerak. Shundala ular kelgusini aniq ko'ra oladi. Endi erishadigingiz cheksiz hayajon va g'alaba. Ko'z ko'ngilning ayniki. U yaxshi asralsin, uningdan ishonch balqib tursin. Dünya yulduzi unumli ko'z asrash javhari. Adashmi to'rda qat'iy bir yaxshiroq bunda bir tarjima filmi yo'qmi? Qiziq kelsa. Qara, va izlash kino aptitali yoki izlash abchaqni ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham suzuk, ham to'r surtdes. Yetib olmaydi. Voy, men tushirayapsan? Tushira. Aşağı. Ha. Sizlar tushiringlar. Evet, mühim faaliyetimden bir suatı kostyumlarımın tayini qilmoqda. To'rda ko'rsam, to'rda mı tayini yo'q. Biroq yeni kostyum olsam bo'ldi. Unda olsam şu mötverli elzoqning kostyumlarini aladi. Badaning gum yarshidi, sifatlik, bahasi muvofiq uning. Bir baqamda o'q. Jura. Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat shirkati bizning bu qadimgi programmamizning tajdorligini oldi. Bu shirkatga minnatdorligimizni bildirish bilan birga bu programmamizni Şinjan Aylınaz guruhi alayda talab qilgan sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Bu programmamiz bilan Şinjan Elnuri Yezigilik fan texnika taraqqiyot chekish shirkati strategik hamkorlashgan. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Şinjan Qaydu yemeklik cheklik mas'uliyat shirkati programmamizga yaqindan yordam bergan. Sizlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik kolalari programmamizni alayda qo'lladi. Ko'p minnatdormiz. Qadrli do'stlar, Badam Lavi Aptitali Şinjanlıqlarning mahorat ko'sti supsi. Darhol har qaysi cho'ng yanfon aptikallardan Badam Lavini izlab qachilab, yanfoningiz orqali kursantlarning katta mahoratlarini ko'rishni unutib qolmang. Undan boshqa programmamizni Şinjan radio televiziya tori Aynak Talla televiziyasida mi ko'ra olasiz? Tuvandagi naqshimiz muhabbat.
Ben Mehmet Emin Turgun, ben Xotay vilayet Çırnayis'ten geldim. Bu yıl 30 yaş kirdim. Ben Xotay vilayet pedagogika mektebi, müzik marif kesimi bitigen, o'qib bitigen hazırgacha naqshi muzika işleriyle şug'ullanib kelyapman. Mening ailem muhitim, dadam, apam, cho'nglar kasbiy san'atkor emas, lekin shu ailada naqshi muzika chep qiladi. Shu sababli men bu naqshi muzikaga alayda qiziqqan. Men hozirmi shu kashf klublarda shu kasb bilan shug'ullanib kelyapman. Programma qatnashish orqali o'z ortiqchiligimni namoyon qilib, eng yaxshi ifodam bilan yaxshi natija qo'lga keltirishga tirishaman. Agar 4 ustozning hammasi siz uchun o'rilsa, siz kimni tanlaysiz? Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik qo'lolari mayirlarga omad tilaydi. Yaraldı insan, muhabbetin taraldı insan, muhabbetin yaraldı insan, muhabbetin taraldı insan. Toyun onun mikri goyaken asman. Toyun
Yaxshimisiz baholovchi ustozlar, ekran oldidagi ko'rman qarindoshlar. Mening ismim Mamtimin Turg'un. Men Xo'ta viloyat Chirnoyisdan keldim. Voy. Bunda ish ekanmi edi? Chirdini? Men bilan bir ustaning suyini Hop ishga yurib emasma. Endi u ko'zir Aqmaydi. aqmaydi g'ayrim. Men taqa buni Toshmamat bilan g'op ishga deb o'ylab topdim. Eli naqshlari Qop olmadi. yo'q. Muzikaning ulug'liqida shu mana. Chek-chigir ağrımaydı, millat ağrımaydı, Rayon ağrımaydı. Jurt ağrımaydı. Qaysi yerdan bo'lishidan qat'iy nazar adam o'zininki söygen, o'zining yaxshi ko'rgan Ağrımaydı. Qop ağrımaydı. Qop ağrımaydı. G'op ağrımaydı. Bu balla televizorni Maralishliq bir jibochi bir birodar ekan. Yomon qiziq o odamcha, chiroyi qarasanglar kulgin keldi bir obraz ekan. Men Abdulla Abdurayim bilan nima? Men deb kulib qo'ygan Turmush shahardan Abdulla Abdurayim bilan bir daryoning suyini g'op. Voy aslında aşağıda modu qilib oldik qara. Nimada gap qilib yurdiki, bular demagan men o'zimizdan bir parang qoldi. Buni Men ko'rgan u Ukama shu hozir xizmat nim bo'ldi shunda bo'lganda? Muzika ma'rif kasbini bitirgan. O'qish bitirib 5 yillik ma'rif xizmat bilan shug'ullandim. Ba'zi sabablar tufayli xizmatni qilmadim. Hozir mush kasb bilan shug'ullanyapman Xotan shahar ichida. Ma alpaz qaraganda bu o'tishdan chiqadi, ba'zi ishlanuvchi. Balamizga o'zing bir otadochilik qilib qo'yasa. Cho'ng ustoz dedi endi. Men jiqga qilmayman bu inimga. Jiq tarbiyam bermayman aka naqsh to'g'riliq. Endi bu inimning hozir boshqa tanlashimi yo'q ekan, men o'xshayman. Qachanmaydi? Qachanmaydi ekan, shu boshqa gap deyishimni mashtuqqa uduldi aka. Qolgan gapni keyin kitpag'ash desak bo'ldi ekan. G'arg'i berib deyishadi. G'arda. Enim bilan Shabdullohni asha deyishayli. Tug'ilganda turdi. Mübarek bolsun. Mahirimiz Mamtimin Turg'un, Taş Muhammed Batur Aylin Az gruppasiga tanlandi. Ovozinizdagi illiqlik yuraklarimizni hararatga ega qildi. Ustozlardan yaxshi uguning bu illiq dunyodan tang bahrilanayli. Men hozir sahnaga chiqib naqshlarni o'qib tushdim. Nihoyat hayajonlanib ketdim, ham jiddiylashdім. Sahnaga kelishdan burun men shu Toshmamat ustozni ko'nglim pukib kelgan, bugun ko'nglimdagidek ustozga erishdim deb o'ylayman. Rostga qilsam, sahnaga chiqib bak jiddiylashdім. Haqiqatan hayajonlandim. Keyingi musobaqalarda o'zimning rolimni yaxshi joriy qildirib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga tirishaman. Yuqorqi mahirimiz Mamtiminjon muhabbat temasidagi naqshini o'rindadi. Cümleden bu inimizniki o'rindash marti bo'lsin, her tarafdan bana yararlılığı üçün men muş inimizga bir fursat berib, texmi yaxshi bu balonki talanti badiga ishonchim bo'lg'achqa bu inimizga o'rindiq aylantirib, yaxshi bir fursat berishni to'g'ri ko'rdim. Tenha yana bir o'zim yolg'iz qaydim topay baxtimni izlab. Taş Mehmet Batur ustozning Aylin Az gruppasi 16 o'quvchi bilan to'liq to'shdi. Ular bo'lsa mahirimiz Farmon Hit, Chin muhabbat aslida Chin muhabbat aslida mahirimiz Latifa Mehmet, Ketma xayol, uchma xayol, u tomonga yo'qlamagin xayol. Chadi ku, yuragim ko'p, axir sen deya urar edi. mahirimiz Mahmudjon Mehmet, Endi boshqasi kelsak, baxtimni topolmayman. mahirimiz Abdug'ani Yasin, Düşlerimde küreymen, çümge kirgin.
Mahirimiz Hakim Qiyum. Bergin bana sana aşık vücudumga ümidimni can itey. Mahirimiz Nicat Yaqub. Dur kalem kaşlık hem özün üçün yaşay degende ömür tügep kalar iken. Mahirimiz Muqaddas Erkin. Mahirimiz Abdukim Ahad. Şikenmez emdi mendin hal surab ya keylige kirgen günah zemde. Mahirimiz Abdusami Abduali. Köngülni başkurma acayip müşkül. Rencime aşkında bravo. Mahirimiz Mehmetcan abla. Köngül verip sendek ben başka yar aldım mı kuruk saklaşka. Mahirimiz Reyhangül Nayup. Kalbimne hiç kimge, men kalbimne hiç kimge vermeyme, kalbimne hiç kimge. Mahirimiz Kahar Niyaz. Maymen diligim şu dakiyetlik ötken vapanime söygünime muhabbetlime. Mahirimiz Mirza Ekber Seydi Ekber. Unçular yaprak yiyip gülle içildiren mürek gül suyup çıktı şamaya. Mahirimiz Seyyare Aruf. İptiharım abral tigir. Mahirimiz Nurlan Kurban. Akmen asmanga ayga tengelmirim ey perişan bilen. Mahirimiz Memtimin Turgun. Güzel muhabbet bilen muhabbetke tosun ke cihan. Aylın Az grup Sıdıkı 16 Mahir'nin Taş Mehmet Batur Ustaz'dan terbiyelişide texmi nadir nakşılarını orlap, Sedef Yipek Yolu sadasıda yarqın yıldız buluşuğa tilektaşmız. Aylın Az grupsi gayret kılınla. Bilip bilmey töküldü aş töküldü nan eşip bizden. Yine harbulsa bir günler şunun gazar bulur insan. Abdullah Abduriyim Sedef Alaydı grupsi ula bolsa Mahirimiz Esed Dilmurat. Ey can dedem acabdi mikridin küçük. Mahirimiz Nağız Galim. Sabira yutsapsi. Mahirimiz Muzaffer Halık. Yerine gözüm baylandığında yürek tulap otay jandanay. Ne uyattın beni jürmedin be. Mahirimiz Ankar Erkin.
Her qaysı gruplarning o'quvchilar soni to'liq to'shdi. Hozirdan boshlab ustozlar guruhi ichidagi o'quvchilarni muntizam tarbiyalashga boshlaydi. Ustozlarning mahirlarni qanday tarbiyalayotganligiga hamda ikkinchi bosqichdagi musobaqa ahvoliga qiziqyapsiz. Tafsiloti 2-oyning 28-kuni yakshanba atigan Beijing vaqt soat 11da butkul tor va televizor qutilarida e'lon qilindi. Ikkinchi bosqichdagi nodir asarlarimiz bilan birlikda ko'rishaylik. Kang to'rdosh do'stlar, shunaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Bizning bu qadimgi mahirlarimizga albatta program guruhidan oid katta bo'lgan mukofotlarni tayyorladik. Balkim sizlarmi biz bilan birlikda bu mukofotlarni anglab yiqishga betoqat bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchi bo'lgan mahirni Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Onun boshqa ikkinchi bo'lgan mahirni Şinjan Aylınaz Groyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü bo'lgan mahirimizni Şinjan Al-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyotchilik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü bo'lgan mahirimizni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Cheklik mas'uliyat şirkati 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Demak, mukofot buyumlarimiz intayin katta. Biroq bu mukofotlarga erishishmi oson emas. Mahirlarimizga şirkatlar bilan birlikda omad tilaymiz. Biz bu minutlarda programımız qatnaşqan mahirlarni qo'llab ularga katta in'omlarni tayyorlagan shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga yana ekran oldidagi sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Shundaqla qo'lingizdagi telefon orqali bizning bu yaxshi mazmunlarimizni atrofingizdagilarga ham baharlab qo'yishingizni so'raymiz. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğnası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, söygünün yok çiğnası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğnası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünüm yok sigrası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Karvan varisi aman yeter bileke. İpek yolu sadası, söygünün yok çiğnası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, söygünün yok çiğnası, hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.